Yahyo alayhissalom. 3 yasharlik vaqtida ko'chada ketayotganda bolalar aytgan ekan: "Ey Yahyo, biz bilan o'ynagin" degan ekan. Shunda Yahyo alayhissalom aytgan ekan: "Xudo bizni o'ynashga yaratgan emas, ibodatga yaratgan." Demak 3 yashar bola shu so'zni aytsa, siz bilan biz ota-onalar hali o'g'lim yosh, 15 ga kirsin, 20 ga kirsin, undan keyin o'qir deymiz. Yo'q, undek emas. Ibodatni ham, farzand tarbiyasini ham o'sha yoshlikdan boshlashlik lozim bo'lar ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu taala alayhi va sallam katta ko'chada o'tib ketayotgan vaqtda bir 6 yasharlik go'dak bola tahorat qilayotgan ekan. Juda chiroyli tahorat qilayotgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qarab turgan ekanlar va o'sha farzand tahorati tugatgandan keyin chaqirib, "Bolam, juda chiroyli tahorat qilding" deganda, "Yo Rasululloh, do'zadan qo'rqib, dozada kuyishdan qo'rqib shunday chiroyli tahorat qildim" degan ekan. "Ha, hali sen yoshsan, hali gunohing yo'q, qo'rqmagin" deganda, "Yo Rasululloh, onam o'choqqa o't yaqayotgan vaqtda qarab turar edim. Oldin kichkina o'tillarni solib, undan keyin katta o'tillarni tutashtirar edi. Shundan ibrat olganmanki, Xudo ham do'zaxga bizga o'xshagan kichkinalarni tashab, do'zaxni tutashtirib olgandan keyin kattalarni tashasa kerak deb qo'rqib, shunday chiroyli tahorat qildim" degan ekan.